Bochka atrofidan dacha olaman degan akalar 5 sotuv 6 xona 3 etajli dachamizni sotuvga chiqyapti. Sizlarga ko'cha tarafdan tushuntirib beradigan bo'lsam, bu tarafimizdan bochka 200 metr piramidaga chiqib ketishimiz, mana shu dachamizni sotuvga chiqyapti. Hamma qulayliklari bilan ichkari tarafdan sizlarga bitta ko'rsatib beradigan bo'lsam, kirib kelganimizda 2 ta, 3 ta, 4 ta mashinagacha joylarimiz bor. Zimniy, letniy hamma basseynlarni qulayliklari bilan filtrlargacha qilib qo'yilgan. Shart-sharoitlar ideal variant. Sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. 3 etajga podvallari, hamma shart-sharoitlari qilingan. Bu yoq tarafimizda o'tiradigan joy letniy qilib qo'ysanglar juda ham zo'r bo'ladi. Bu yoq tarafimizda letniy basseynimiz o'zini detskisi bilan birga, bu yog'imizda zelyonная zona, bu yog'imizda o'zini xonadonlari bilan birga qilib qo'yilgan. Bu yoq qismimizda o'tiradigan joylari bo'lsa, endi sizlarga ichkari taraflaridan bitta ko'rsatib beradigan bo'lsam, to'g'rimizda tapchanli zona, bu yog'imizda okalar letniy oshxonasini qilib qo'yilgan. Tabiatning qo'ynida suvlardan umuman muammosiz. Bu yog'imizda bemalol mangallargacha qilib qo'yilgan. Endi sizlarga dachamizning ichkari qismidan bitta ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Birinchi etajimizdan sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, kirib kelganimizda bu yog'imizda bilyardniy stolimiz joylashgan, o'zini stol tennislari bilan birga. Bu yoq qismimizdan ikkinchi etajimizga chiqib ketadigan bo'lsak, bu yog'imizda kladovka, bu yog'imizda zimniy basseynimiz joylashgan bo'ladi. O'zini sauna, sanuzellari bilan birga. Endi sizlarga ikkinchi etajimizni to'liq video davomida ko'rsatib beraman. Ikkinchi etajimizdan sizlarga qisqa tushuntirib beradigan bo'lsam, bu kirganimizda katta holimiz joylashgan, bu yog'imizda bemalol ovqatlanadigan joylarni qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda PlayStation uchun joylarimizni tashib ketgan. Bu yog'imizda spalniy, sanuzel, bu yoq tarafimizdan ko'chaga chiqsa bo'ladigan qismi. Bu yog'imizda zalimiz joylashgan. O'zingizlar ko'rib qo'yinglar, hamma shart-sharoitlari qilingan. Bu yog'imizdan ko'chaga chiqsa bo'ladigan xonadonimiz. Endi sizlarga 3-etajimizni to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Oxirgi etajimiz, 3-etajimiz bo'ladi. Kelganimizda katta holimiz, bu yog'imizda sanuzel, bu yog'imizda sanuzel qilib qo'yilgan, razdelniy qilib. Bu yoq qismimizda spalnimiz joylashgan, bu yog'imizda взрослый spalnimiz. Bu yoqqa bolalaringizni bemalol yotqizib qo'ysanglar bo'ladi. Yana bitta xonamiz bor. Bu yog'imizda детская spalniy variantida foydalansanglar, bemalol juda ham ajoyib bo'ladi. Eng oxirgi joyimizni ko'rsatib o'taman. Terrasa qismimiz bo'ladi. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Eng ideal variantda qilingan. Terrasamizni o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Keyin ham videoga отдельно 1 dan 10 gacha baho bermasanglar bo'lmaydi. Hamma shart-sharoitlari qilingan. Bu yog'imizda o'tiradigan joylari yozda kelib bemalol miyani charxlayman desanglar juda ham ideal variantda bo'ladi. Shu ko'rib o'tgan dachamizni sizlarga kelishilgan narxda qoldiramiz. Pastdagilar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.